yaxshi deganda Mardan ablakim qanday qaytib o'tdi? Ayşemsiye. Ben bunu da o'ylab qoldim qarang. Isoqning ichi degan qizib pastda o'tirib qo'yam. Men tunji qitim bir ishni xato qilgandek o'ylab qoldim. Mushu taxallusim hozir Malik Bektorni hammamiz bilamiz, umumlashib ketdi. U taxallus ism emas. Mush Malik Bektorni qo'ygan vaqtimda mush Malik oblikim deb qo'yayotgan bo'lsam, olti qarindosh bo'lib tazi texmi tunulib ketayotgan. Mardandan cho'ng'ibsiz 5-insultimiz Mardan 6-insulti. Mayli, lekin hammamiz zo'qlanganligimizni davatimiz, bularga zo'qimiz kelganligini davatimiz. Lekin mayli familiyamiz kim bo'lishidan qat'iy nazar, amaliyotda hammamiz qarindosh. Agar bir-birimizga mehr muhabbatimizni bera olsak, qo'llay olsak, madad bera olsak, biz har vaqt, har joyda, har qachon qarindosh. Barakalloh.